Bu videoda men 60 ta begona odamga telefon qilib ko'rib, ular bilan tanishishga harakat qilib ko'raman. Bu odamlar meni telefonimni ko'taradimi yoki bo'lmasa men bilan gaplashishadimi? Bugungi videoda aynan mana shularni sizlar batafsil bilib olasizlar. Bu albatta yengilcha eksperiment video, shu sababli ekran yaqinroq o'tirib olib, video like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Masalan, menda Humans nomerim bor va shu nomerdan 60 ta begona odamga telefon qilib ko'raman. Ya'ni qanaqa? Masalan, nomerim oxiri 9163 va 9100, 9101, 9102 qilib keturaman. Ya'ni 60 tagacha mana shunaqa tartibda men odamlarga telefon qilib, ular bilan gaplashishga harakat qilib ko'raman. Xullas, boshida hammasi joyiga tushdi. Hayajonlanman. Nima deyishni ham bilmayapman o'rtoq. O'chib qoldi. Просто tak o'chib qoldi. Endi keyingi raqamni qilib ko'ramiz. Ya'ni 9100 bo'lgan bo'lsa, endi 9101 bo'ladi. Bu ham o'chib qoldi. Videoni rejasini sal o'zgartiramiz. Uzmobile nomerlariga telefon qilib ko'ramiz. Quymas emas. Unda ham raqamim 9163, undan ham 0 dan boshlaymiz. Demak, 9100 bo'ladi. Ochiq nima deyishni bilmayman. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bezovta qilmadim? Ismim Johir. Просто zerikkandan telefon olib chiqyaptidan odamlarga ozgina siqilib qoluvdi odam gaplashishga. Ismingizni bilsam bo'ladi? Yo'q. Ishlaysizmi, o'qiysizmi? Просто zerikkandan telefon qilindi. O'chirib qo'ydilar. O'chirib qo'ydilar. Birinchi insonimizni o'chirib qo'ydilar shunchaki. Keyingi odamga qilib ko'ramiz, bilmadim. Odam qo'rqdilarmi, kim ekan bu? Aytgancha kanalimizni shu paytgacha 96% inson obuna bo'lmasdan turib kuzatayotgan ekan. Shu sababli hozir kanalga obuna bo'ling. Bu kanalimizni tezroq o'sishiga sizdan katta yordam bo'ladi. Shundan keyin 4 ta raqamga ketma-ket telefon qildim. Afsuski tergan raqamlarim noto'g'ri bo'lganligi uchun men nomerlarga tusha olmadim. Chaqiryapti. Allo. Assalomu alaykum. Ismim Johir. O'chirib qo'ydilar, bilmadim. Begona nomer bo'lganini ko'pchilik o'chirib qo'yapti. Qanaqadir g'alati qaror. Kim bu, firibgarmi? Вы набрали неправильный номер. Noto'g'ri raqam. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Ismim Johir, просто zerikkandan hozir telefon chiqotgan odamlarga siqilib qoldim ozgina gaplashishga. Shunchaki. O'chirib qo'ydilar, ignor qildilar meni. Voy, hech kim men bilan gaplashgisi kelmaydi. Siz noto'g'ri raqam. Вы набрали неправильный номер. Вы набрали неправильный номер. Siz tergan raqam vaqtinchalik o'chirilgan. Birinchi o'chirilgan raqam, chunki shu paytgacha tergan 7 ta 8 ta raqam tarmoqda yo'q, umuman boshqa nomerlar, umuman mavjud bo'lmagan nomerlar birinchi marta o'chirilgan nomer chiqdi. Allo. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Yaxshimisan? Bu kichkina bolami deyman, a? Kimsiz? Ismim Johir, просто odamlar telefon qilib chiqyaptim zerikkanimdan gaplashish uchun. Просто tak. Tushunmadim. Просто telefon qilyaptim zerikkanimdan odamlar bilan gaplashish uchun. Nima uchun telefon qilasiz? Men dedim gapirmayman. Gapirolmayman. Bo'l, uzr. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz yaxshimi? Rahmat. Ismim Johir, просто odamlarga hozir telefon qilyaptim zerikkanimdan, shunchaki randomli nomerlarga gaplashish uchun просто tak. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Toshkentda yashaysizmi yo atrofda yashaysizmi viloyatlarda? Nima edi? Просто qiziqishga, o'zingiz haqingizda просто tanishtiring demoqchi edimda. Men zerikkanimdan просто tak qilyapman-da. Yo'q, men notanish odam bilan gaplashmayman. Gaplashmaysizmi? Mayli. Bizlar bilan ozgina sekund bo'lsa ham gaplashdilar, chunki 3 ta odam, to'g'riroq ikkinchi odam gaplashishi, chunki undan oldingi 2 ta odam shunchaki o'chirib qo'ydi. Hech bo'lmasa shunisiga xursandman. Yaxshimisiz, siz yaxshimi? Rahmat. Ismim Johir, просто hozir randomli nomerli telefon qotilini zerikkanimdan ozgina gaplashishni просто tak. Ismingiz? Men ishdaman. Ishdamisiz? Bo'l, uzr. Soat 10 bo'ldi, odam ishlaydimi, unda ham bilmadim. Gaplashgisi kelmadi deb o'yladim, shu joyda mayli, keyingi raqamga o'tamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ismim Johir, просто hozir zerikkanimdan har xil nomerlarga telefon qilib chiqyaptim gaplashish uchun, просто tak. Ismingizni bilsam bo'ladimi chaqirish uchun sizni? Umid aka, yaxshimisiz? Uxlayaptimi deysiz? Yo'q, hozir vaqtim yo'q edi, kechlik zamonda. Bo'ldi. Mayli, yaxshi dam oling Umid aka. Allo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? assalomu alaykum.
Yaxshi, rahmat. Ismim Johir. Men hozir Prostatak hozir randomli nomerli telefon qilib chiqotgandim, zerikkanimdan Prostatak gaplashish uchun. Shunchaki gaplashsak bo'ladimi? Vaqtingiz bo'lsa. Yo, hozir vaqtim yo'q edi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Kechasi bo'lgani uchun 10 tadan oshiq raqamga telefon qildim va eng qizig'i hech qaysisiga tushib bo'lmadi. Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshiman. Rahmat. Ismim Johir. Hozir prosta dush kelgan raqamli telefon qilib ozgina gaplashmoqchi edim odam bilan. Shunchaki siqilib qoldim, ozgina zerikkanimdan shunga. Sizni nomeringiz chiqib qoldi. Kim bu o'zi? Ismim Johir. Hozir zerikkanimdan ochig'i shunchaki shuncha raqamlardan keyin va nihoyat 46-inson bilan deyarli 3 daqiqaga yaqin gaplashdik. Uzoq suhbat ko'rdik. Ajoyib suhbat bo'ldi va bunaqasi birinchi marta bo'lishi. Eng qizig'i menga hozir 40-raqamdan qo'ng'iroq qiling deb yozdilar. Qilib ko'ramizmi yoki davaycha qilib ko'raylik, nima bo'lar ekan. Hozir qo'ng'iroq qilgansizmi? Men edim. Zerikkanimdan. Gapiravering mana sherik. Mana shu 40-raqamga oldinroq telefon qilganimdan va ertaga gaplashsak bo'ladimi deb o'chirib qo'ygan edilar telefonda va qayta qo'ng'iroq qilib zerikkanlardan men bilan uzoq suhbat qurdilar. Qo'rqorim. Allo, Allo. assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Charchamas. Men ismim Johir. Hozir randomli raqamli qilyotgandim, prosta sizga chiqib qoldi. Prosta gaplash uchun. Ishlama nima bo'ldi? Nima qilaman? Shunchaki o'zi zerikkanimdan ismingizni bilsam bo'ladimi? Men ishda o'tiribman. Bo'ldi. Voy. O'chirib qo'ydilar. Boshida sizlab gapirdilar, keyin sansirab gapirib qo'ydilar. Menimcha seriozniroq odam bo'lsa kerak. Okey, mayli. Prosta zerikkanimdan hozir nomerlarga qilyotgandim, sizga chiqib qoldi. Prosta gaplashsak bo'ladimi? Nimaga? Shunchaki odam siqildi, ishdan charchadim. Shunga hozir randomli nomerlarga qilyotgandim. Siz kimsiz? Men oddiy odamman, prosta siqildi odam. Shu nomeringiz chiqib qoldi. Siz nomerni qayerdan topdingiz? Hozir prosta tak terdim, chiqib keldi-da, olib qoldingiz. Qayerdansiz? Menmi Toshkent atrofidanmi? Sizni hozir poyezd qidirilmoqda sizni. Hozir qayerdasiz? Menmi? Men Toshkent atrofidaman. Men ichki ishlardanman-da, sizni qidiryapman. Nimaga telefon bezovta qilyapsiz? Yo'q, telefon. Men shunchaki hozir nomeringiz chiqib qoldi, randomli. Bo'ldi, hozir sizni qidiryapti. Aha. Siz bezovta qilyapsiz-da hozir odamni. Shu odamlar qo'rqitmoqchi bo'lishadi deb bor. Shundan keyin yana qolgan 8 ta raqamga telefon qildim. Afsuski, hech qaysi raqamlarga tushib bo'lmadi. Albatta, bunaqa eksperimentlarning ko'proq bo'lishini xohlasanglar, albatta video like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agarda bir ikki bilan qo'llab-quvvatlayman desanglar, donat qilib, unda tirikchilik saytiga o'tib, bemalol donat qilishingiz ham mumkin. Xudo xolasa, mana shunaqa eksperimentlarni biz ko'proq qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishganda, ko'rishguncha.